Toshkent tumani Sabzavot mahallada shu orqamda turgan uchastkani narxini o'zinglar bitta tasavvur qilinglar. Orqada mahallani ko'ryapsizlarmi? Keng, fazli, tinch mahalla. Umumiy 4-8 sotix yer maydoniga joylashgan tayyor patkulchi Yevroremont uchastka srochno sotiladi. Ko'cha taraflama fasadi taxminan 14+ chiqyapti. To'g'ri to'rtburchak shaklda joylashgan. Ichkariga 32+ kiryapmiz. Darvozaxonadan ko'radigan bo'lsak, kroshka 2 ta mashina bemalol sig'adi. Asosiy bino joylashgan bo'lsa, faqatgina fasad ishlari qolgan. Ishlari tayyor patkulch holatda. Keng katta hovlisi, hojatxona, uyimizning isitish tizimlari joylashgan bo'ladi. Vremenka xonani ko'rishimiz mumkin. Kladovka xonalar joylashgan. 50% tepli pol qilingan. Endi ichkaridan ham ko'rib chiqamiz. Asosiy kirish eshigi shunaqa kichkinagina hol, xonalar ketma-ket joylashgan. O'ng qo'lda katta zal, mehmonxona, studiya formatda kuxnya bilan bitta qo'yilgan. Ko'rasizlarmi? Kuxnya полностью komplekt holatda mebel, texnika jihozlar bilan. Mehmonxonani ham juda ham chiroyli qilib qo'yishdi. Ro'parada birinchi xonamiz, katta yotoqxonasi joylashgan bo'ladi. Remontlari yaxshi holatda tayyor kelib yashasizlar. Navbatdagi xonamiz qizlar uchun yotoqxona joylashgan bo'ladi va uni yonginasida o'g'il bolalar uchun ikkinchi bolalar yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Bu yerni ko'ryapsizlarmi? Kuxnyani ham rosa chiroyli qilib qo'yishdi. Bu yerdan ko'radigan bo'lsak, alohida razmerli sanuzollarni ham ko'rishimiz mumkin. Juda ham akkuratli holatda joylashgan. Narxi $135 ming so'rashyaptilar. Albatta kelsiladigan joylar bor. Pastda egalar nomeri